Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan BYD Yuan Up'ning Smart Driving mashinasi haqida tanishib o'tamiz. Qarshimizda turgan mashina BYD Yuan Up'ning birinchi pozitsiyasi va birinchi pozitsiyasidan foydalangan holatda butun boshli BYD Yuan Up'ning birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarini, farqlarini, eskisidan qanaqangi farqlar bo'lganligini barchasini ushbu videoda yaxshilab tanishib olamiz. Shuning uchun yaxshilab o'tirib oling. Choy, kofe, chaqchuqlaringni yonlaringga olib kelib, yaxshilab ekran qarshisiga o'tirib olinglar. Biz esa ketdik. Ushbu Yuan Up mashinamizni kelinglar tarixi bilan jinday tanishib o'tsak. Ushbu mashinamiz o'tgan yili boshlarida ishlab chiqarishda boshlandi va 3 ta pozitsiyada ishlab chiqarildi. Birinchi pozitsiyasi 301 kilometrlik edi, ikkinchi pozitsiyasi 401 kilometrlik, ammo diskasi quyma diskalik edi. Keyin uchinchi pozitsiyasi aqllirog'ida anchagina, unga yana dopopcha ham qo'shsa bo'lardi. Vaqt o'tdi, 3-4 oy vaqt o'tgandan keyin haligi 301 kilometrlik prostoydan olaman degan ko'paydi-da, lekin 301 kilometrligi ma'qul bo'lmadi. Va talab bo'ldi, xuddi 301 dakangi kilometr yuradigandaqangi mashina chiqarishdi-da. Lekin hamma yog'i faqatgina batareykasi o'zini kattalashtirildi. Ya'ni birinchi pozitsiyasida o'zi asli 70 kilovatlik motor edi, 2-3 ta 130 kilovatlik motor edi. Batareykasi ham kichkina edi, 301 kilometr yurardi. Shunga 1,5 pozitsiya yoki 1 bilan 2 ning o'rtasiga ikkinchi pozitsiyani tiqib qo'yildi-da, u 401 kilometr yuradigan 70 kilovatlik ikkinchi pozitsiya edi. Va ko'pchilik o'shanda adashdi. Ya'ni ikkinchi, uchinchi pozitsiyalar 3-chi, 4-chi pozitsiyaga aylanib qoldi. Ya'ni dopopcha qo'shsa bo'ladigan pozitsiya bu 4-chi pozitsiya edi. Endi 301 kilometrligi o'yindan chiqqandan keyin ushbu buyildan Smart Drivingga shu 301 kilometrlik masofa yuradigan birinchi pozitsiyasi ishlab chiqarishdan to'xtatildi. Ya'ni ikkinchi, uchinchi, 4-chi pozitsiyalar endi Smart Drivingda birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiya deb ta'riflanadigan bo'ldi. Qarshimizda turgan ushbu mashina Smart Drivingda birinchi pozitsiyasi. Bu degani motori 70 kilovatlik, batareykasi o'sha hammasiniki bilan bir xil 45 kWh motori 70 kWlik bo'lgani uchun birinchi pozitsiya. Ushbu mashinaning ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarida esa 130 kW dan motor bo'ladi. Endi 130 kW nimaligini tasavvur qila olish uchun esinglarda bo'lsa, BYD so'ng chiqqan 21-yilda. 23-yilda keyin chempion bo'lishni boshladi-yu, chempion bo'lishdan oldin so'nglarda motori 135 kW edi. Agar BYD so'ngga o'tirib yurgan bo'lsanglar, 135 kWlik motorli shunaqangi 2 tonna keladigan mashinani qanaqa tortishini juda yaxshi bilasizlar. Endi bu mashina 1540 kilolik mashina. 130 kWlik motor vajitaydan chiqib ketadi. 70 kWlik motor ham 1,5 tonnalik mashinani hazil bola bemalol zo'r tortadi. Ushbu mashinamizning uzunligi 4310 mm, eni esa 1830 mm, balandligi 1675 mm. Uchala pozitsiyasida ham bir xil. Ushbu mashinamizning birinchi pozitsiyasida diskalarimiz temirli bo'ladi. Tormozlarimiz hammasida oldida ham, orqasida ham diskovoy tormoz bo'ladi. Perforativni bo'lmasa ham va ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarda esa shu narsa quyma duralumin diska bo'ladi. Bunda temir diska ustiga qalpak yopilgan va ushbu mashinamizning balonini kattaligi 215 ga 65 R16. Endi ushbu mashinamizni o'zini eski variantidan farqlari bilan va nimalari borligi bilan gaplashsak. Birinchi o'rinda oldidan keladigan bo'lsa, tashqi ko'rinish tashlasa o'zgarmaganga o'xshaydi. Lekin faralar adaptiv faralarga aylantirildi. Ilgari oddiy faralar bo'lgan bo'lsa, hozir esa adaptiv fara, ya'ni qorong'i kirganda avtomatik blижниlar yonadi. Umuman qorong'i joyda ro'parada hech qanaqa chiroqlar qolmaganda, ya'ni dalnilar o'zi yonib o'chadi. Bu birinchi farqi. Ikkinchisi, partroniklari jami 6 ta bo'lgan, ya'ni orqasida 4 ta, oldida 2 ta bo'lgan. Endi esa smart bo'lganligi uchun 12 ta partronik. Orqasiga 6 ta va oldiga ko'rib turibsizlar 6 ta partronik qo'yilgan. Undan tashqari umuman lidar bo'lmas edi. Endi 5 ta lidar qo'ydi. 5 ta lidar degani bu atrofdagi barcha jismlarni ko'ra oladi degani. Uzoqdagi ancha-muncha joydagi jismlarni ko'ra oladi. Bu degani parkovka, avtoparkovka qo'shildi shuni hisobidan. Lidar bo'lmaganda avtoparkovka qilib bo'lmas edi. Undan tashqari bu mashinani
o'sha mana bu partroniklar ko'paytirildi o'sha avtoparkovka uchun. Ya'ni eskisida avtoparkovkasi yo'q edi, bunda bor. Undan tashqari ushbu mashinamizda ilgari 4 dona kamerasi bo'lardi va faqatgina 360 gradus uchun ishlardi. 4 ta kamera, oldiga bitta, bokovoyga bitta, ya'ni u tomonga ham bitta, orqaga bitta qo'ysa 360 ishlaydi. Endi nima qildi? Smart driving qilib, labovoyga 3 ta kamera qo'ydi. Bu 3 ta kamera o'zi odatda bitta kamera 100 metrchani ko'rgan bo'lsa, ikkita kamera 200 metrda ko'rardi. Bu 3 ta kamerani hozir 1000 metrda ko'radi deb da'vo qilishyapti. Bilmadim. Lidarlar, partroniklar, kameralar bu menimcha yo'l chiziqlar yo'q bo'lib qolgan joylarda ham o'zi yo'l cho'sib, dalniy yo'llarda avtopilot qo'shilgan, o'sha avtopilot uchun ishlaydi. Xo'p, 12 ta kameralar qaytga qo'shildi. Eski 4 tadan tashqari 3 ta qo'shildimi? 7 ta bo'ldi. Mana bu yerga ham qo'shildi. 8, 9 bo'ldi. Ham kamera qo'shilgan. Bu polniy ko'rzonani ko'rish uchun u kamera. Xo'p, undan tashqari bokovoyiga ko'rzona uchun alohida chiroq ham qo'shildi. Ya'ni ikkinchi pozitsiyada, shuni o'zini eski versiyasida yo'q edi. Undan tashqari ushbu mashinamizga endi bokovoylari ilgari qo'lda yopib ochilardi, endi elektronik qo'yildi. Ya'ni nima funksiyalarimiz bor? Mashinani o'chirganimizdan keyin mana bunday qilib turib qulflasak, avtomatik kirib ketadi elektronik. Ilgari yo'q edi mana shu narsa. Faqatgina oynasini o'zini elektronik boshqarsa bo'lardi. Endi bo'lsa qulflaganda ham, ochganda ham o'zlari ichkaridan yopib qo'yish ham elektronik bo'ldi. Xo'p, undan tashqari qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ichkarida ko'proq ketdik ichkarisiga. Endi mashinani ichkarisiga kiramiz. Nimalar o'zgarish bo'ldi? Birinchi o'zgarish eshigidan boshlaymiz. Ko'rinishdan xuddi o'sha, ilgari ham eski versiyasida ham oynalar elektrический, ya'ni elektronik paket edi. Faqatgina mana bu oldi oynasigina pinchi bor edi. Bunday bosib qo'ysa tushib ketaverardi. Qolgan oynalar ham xuddi shunaqa edi. Faqatgina shu oldi oynasida ko'tarishga pinch bor edi. Endi nima bo'ldi? Qolgan oynalarga ham pinch o'rnatildi. Ya'ni boshqa oynalarni ham bunday bosib qo'ysam o'sha ko'tarilaveradi oynalar. Bu narsa qo'shildi. Keyingisi, sideniyalar o'shanda qoldi, mexanический boshqariladi, mana. Mexanический boshqarib olib kelinadi. Bu narsalarda o'zgarish yo'q, mana ko'tarib tushirish, belini ham tushirish, hamma yo'q mexanический. O'zgargan narsa rulda bo'ldi. Birinchisi, rul. Mana betlari yaltiroq bo'lardi, qoraytirildi. Plastik koja edi, ikkinchi pozitsiyada kojinli koja bo'ldi. Kojinli rul bo'ldi. Keyin ushbu mashinamizda smart driving deyapman, ilgari oddiy edi, cruise controlda o'zi ishlardi. Endi bunda adaptiv cruise controllar qo'shildi, ya'ni smart driving control deyishyapti. Adaptiv controldan tashqari mana bu yerdagi lipistogi adaptiv cruise control emas, smart driving vazifasini ham bajarar ekan. Buni mashina minganda ko'rsatib beramiz. Keyingi o'zgarishimiz skorlar ham yerda bo'lardi, kattagina. Shu narsa endi faqat rulga o'tkazildi, endi richagli bo'ldi. Xo'p, undan tashqari mana bu pozitsiyasida oynasi, mana bu displeyi 10 inchlik bo'lardi. Endi 12 inchlik bo'ldi. 3-pozitsiyaga, ya'ni bundan keyingi pozitsiyada bo'lish kerak edi. Bu hozirgi pozitsiyadan boshlandi. Xo'p, oynalari o'shandaycha qoldi. Anti-glare mana bu quyoshlar orqadan yorug' urganda bu avtomatik o'zin anti-glare emas. Mana qo'lda hali ham bu narsa eskiligicha qoldi. Eng zo'r o'zgarish buni aqlli mashina bo'lib qolganida ko'p narsa o'zgartirishmadi, o'sha-o'shaligicha qoldi. Bunaqangi oq material tortilgan, mikrofonlari bor, panorama tomi bo'lmaydi. Hozir men ushbu mashinani ichkidagi salonni ham kattalik haqida gapirib ketay. Xo'p, mana mashina ichida o'tiribman. Men o'zimga qulay qilib o'tirib oldim. Bo'yim aytib ketay, 179. Mana shu holatda men zo'r o'tiribman. Rullari ham mana kirib chiqadigan pastga tepaga bo'ladi. Xo'p, mana shu o'tirishimda men bu mashina kichkina o'xshaydi-yu. Qani orqasiga o'tirib ko'ramiz. Qani orqasida qanaqa holatda bo'laman. Mana o'zimni orqamga o'tirib oldim. Komfortli o'tirishlarim, komfortli, sideniyalari yumshoq va oldinda qaranglar qancha joy bor. Bu degani 180 metrli odamlarga вообще salon katta. Chordana qurishni hech keragi yo'q. Qancha joy bor. Endi tiqilishib uchishi ham bemalol ketaveradi. Bo'yi balandroq odam 190 lik bo'lsa sal kelishi mumkin. O'shanda ham orqasida bemalol joy bor-da. Misol uchun Nexia 3larda 190-185 lik odamlar o'tirsa, o'sha tayi kelib qoladi-da. Uning orqasida o'ziga o'xshagan odam o'tirishi qiyin. Kichkina mashina bo'lishiga qaramasdan orqasida ham yetarli joyi bor. Type C, Type A nimalari ham bor ekan.
deflektorlari ham bor ekan. Bunday eskisi ham bo'lgan, hozir ham xuddi shunaqa. Ranglari ham yo'g'i shundalikcha qolgan. Aytda ham chiroqlari bor, mikrofonlarigacha bor. Umuman hamma yoqqa o'tadi. Ha, aytgancha, ushbu mashinamizni eski versiyasidan farqli o'laroq Smart Drivingga D-Pilot 100 bo'lgan. Hozir D-Pilot 300. Bundan tashqari 4G emas, 5G bo'ldi. Ya'ni SIM karta almashtiradigan bo'lsalaring 5G ishlaydi. Xo'p, D-Pilot 300 bo'lgandan tashqari ushbu mashinamiz polni xavfsizlik sistemalari qo'shilgan. Распознавание знаков, удержание liniya deydi, polasa удержания, ikkita tomondan katta narsa kelib qolsa, o'zi ikkita tomondan qochib o'rtasini olib ketadi. Ya'ni mashina konkretniy aqlli deb o'zi haydab ketadi. Yana nimalar bor? Ishqilib aqlli mashina minishda buni o'zini versiyasida unaqa aqlli emas edi. Oddiy Cobalt mashina edi. Bu uje chempionlarga o'xshagan aqlli mashinaga aylanib qoldi. Lekin narxda o'zgarish bo'lmadi. Eng qolgan joyi. Xo'p, endi ushbu mashinamizni bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi mexanический ochilardi. Eski versiyasida ham, bunda ham o'sha mexanический qolgan. Bagajda shuncha joydan keyin mana yaxshigina joy bor. Bitta chamadon sig'adigan, bundan tashqari mana bunaqangi nishasi ham bor. Hatto shunaqangi balandki nishasi, bitki ingichka balondan bitta zapaska tashab qo'ysa ham bo'laveradigan joy bor ekan. Ya'ni bagaj yaxshigina katta. Mana hozir biz Yuan App'ni Smart Driving'ini birinchi pozitsiyasini haqida tanishdik. Eski versiyasiga jinday taqqoslab ham ketdik. Xo'p, ushbu mashinani ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarning o'rtasidagi farqlari nimada? Kelinglar, u haqida ham gaplashaylik. Birinchisi balon diski. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarda alyuminiy alloy, ya'ni quyma diskali diska bo'ladi, temir emas. Ikkinchisi kolonkalari 4 ta emas, 6 ta bo'ladi. Ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarda ham. Bundan keyingi farqi, mashinamiz ikkinchi, uchinchi pozitsiyalarda 130 kilovatlik motor bo'ladi va 50 wattlik besprovodniy zaryadniki bo'ladi. Va oxirgi farqi orqa lobovoyga dvorniki bo'ladi. Uchinchi pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyasidan yana bitta narsalar bilan farq qiladi xolos. U ham bo'lsa panorama. Undan tashqari oldi qatorida Abduf Abagrev bo'lyapti va oxirgisi HUD head-up display qo'shilyapti. Shu bilan 3-pozitsiyaga aylantirilyapti. Endi e'tibor bersalaring, ilgari 4-pozitsiyani dop opsiyalari bo'lardi. U dop opsiyalarga adaptiv cruise controllar qo'shilardi. Ilgarigi Yuan applarda birorta pozitsiyasida adaptiv emas edi, oddiy cruise control. Hozir esa birinchi pozitsiyadan boshlab adaptiv cruise control smart bo'lyapti. Bu degani 3-pozitsiyaga uje dop opsiya qo'shish keragi yo'q bo'lib qoldi. Deyarli barcha dop opsiyalar 1-3-pozitsiyalarga qo'shib olildi va 3-pozitsiyasi ilgarigi dop opsiyalik 4-pozitsiyasini hamma narsasini o'ziga olyapti-da. Bitta-ikkita kamchiligi bor. O'sha ham bo'lsa, ilgari dop opsiyada 8 ta kolonka bo'lardi. Bu 6 taligicha qolyapti va balon diskasi 17 talik bo'lardi. Shu dop opsiyasi yo'qotilyapti. Ya'ni 3-pozitsiya o'sha 2-pozitsiyaga o'xshab 16 dyuymlik alyuminiy alloy quyma disk bo'lyapti. Ha, aytgancha, ilgari 4-pozitsiyani dop opsiyaligida faqatgina Abagrev bo'lardi. Endi esa Abduf Abagrev. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 8 ta kolonka bilan diskasini hisobga olmaganda, ilgarigi 4-pozitsiyasining dop opsiyasidan ko'ra hozirgina 3-pozitsiyasi full bo'lyapti. Ya'ni ilgarigi 4-pozitsiyasi ham o'zi 3-pozitsiya desa ham bo'laveradi. Prosta haligi 301 da hisobidan u to'g'ri bo'lib qolyapti-da. Shuni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Ya'ni ilgari 1-2-3-4 lar, hozir 2-3-4 o'zi chiqyapti. Ya'ni o'shani biz 1-2-3 deyapmiz. Shuni esdan chiqarmasalaring bo'ldi. E'tiboringlar uchun katta rahmat. Xo'p, mashinani kelinglar qani birgalashib minamiz, dega urdik. Xo'p, mashinani instrumental displeyida polni 360 kameralar ham ishlab yurganda-da. Instrumentalni panelda polni atrofdagi narsalar ko'rsatyapti. Yo'l chiziqlarini, hatto hozir mashinalar bo'lsa, agar mashinalarni ham ko'rsatadi, hatto yo'l chiziqlarigacha polni ko'rsatyapti. Qaranglar, bu liderning vazifasi kamera bilan oldidagi. Ashi mazzada shunaqangi aqlli mashinalar haydashgacha. Qaranglar, ushbu mashinani biz 17 mingdan olib kelib berdik. Tasavvur qilinglar, Gentra'n ham 16 mingga olib minyapsiz, to'g'rimi? Mingsi ustiga qo'ysalar bori va ashi Gentra bori paqirda, tog'ra paqir deydimi, nima deydi? Mana shunaqa. Короче, yurishini ko'ringlar. Yurishi ham zo'r, tez yuryapti. Aqlli mashinani haydash mazzada. Eng asosiyini aytaylik, mashinada o'tirishim qanaqa? Mashinada o'tirishim. Xo'p, masalan,
Bilasizlar, men jinda semizroq odamman. Ko'pincha katta mashinaga o'tirgim keladi. Mana kichkina mashina sig'mayman deb o'ylardim. Uni mashina ichida keng bo'lib o'tiribman. Tepada qaranglar joyim kattaligini. Mashina ham kichkina tor emas. Endi hamma BYD'ning kamchiligi bor, makkacha tiqib qo'ygan. Oyoq tagiga tiralib turadi. Bu songda ham shunaqa. Xo'p, buni hisobga olmasak, mashina kichkina ko'rinmayapti. Orqada ham katta joy bor. Oldida ham bemalol o'tirib haydayapman. Politsiyachilarning eshitilaymi qarab o'tganimi? Zo'r o'tib ketyapti. Hozir tez yuramizda, o'tib ketamiz. To'xtanglar, lipistoyni ishlashni ko'ramiz. Hozir mana lipistoyni ko'ramiz. Lipistoy bitta qiziq narsa aytib beray. Adaptiv kruz kontrolda mashina kamida 40 yoki 30 km/soat tezlikka chiqishi kerak. Shundan keyin ishlaydi. Ya'ni yurib turgan joyda yoqiladi. Mana bu smart drivingda lipistoylik ekan. Buni bitta bossa 自适应巡航已激活。 o'zi minimalisi yoqib qo'yilar ekan, 30 ga yoqib qo'ydi. Men shuni hozir atrofda odamlar yurganini ham ko'rsatyapti. Ko'ryapsizlarmi shu liderning vazifasi. Hozir men shuni tormozdan qo'yib turib gazni bitta bossam, mashina ketdi, o'zi yurib ketdi mana. Oyog'imni ham oldim. 30 km/soat tezlikka chiqarib olib, o'zi olib ketaverar ekan mashina. Keyin mana bu yerda ko'taradiganini agar ko'tarsam, 35 ga ko'tardim, tezlikni 35 ga ko'tardi. U 40 ga chiqdi, 40. Mana 50 ga chiqardim, 50 da olib ketyapti. Qaranglar, hozir nimada 50 da o'tib ketaman. Oyo, shunaqa yumshoq o'tdi. 退出至手动驾驶。 Chempionni ham bunaqa yumshoq yurmaydi, ishoninglar. Chempion jinda jo'skiroq. Bu Yuan app bor, rosa yumshoq chiqaribdi, lekin hadovoyga gap yo'q lekin. Men mashinani prosta maqtay turganim yo'q, bu men zavodim emas. Maqtayapman, to'g'ri-yu, lekin hali bir sotish uchun maqtay turgan odam emasman. Menga lubo Honjini ham sotaveraman, men Chempionni ham sotaveraman, hammasi sotaveraman. Neytral odamman. Prosta o'zimga yoqib ketyapti-da. 17 million mashina bunaqangi bo'lishini hozir o'zim Honja bo'ldim-ku. Shu 1000 so'm qo'shib bundan olsam bo'lar ekan. Olgan paytimda bu yo'q edi-da. Qisqasi menga vaqti yo'qdi akalar. Ishoninglar, Gentra Cobalt haydab yurgan akalarga jo'natib qo'yinglar mana shu videoni. Yurgan ekan bizda borishadi mana shu mashinadan keyin. Agar qiziqsalaring bitta nimaga boringlar? Avtosalonga boringlar. Shu Yuan applari bor. Bitta minib ko'ringlar. Smart driving bo'lmagan taqdirda ham yurishiga gap yo'q deb o'rasizlar, bor-ku. Politsiyachilardan shunaqa yumshoq o'tib ketyapti. Mashinani ham o'ngga chapga tashlashlari ham zo'rda. Shu Gentra minishdi, voqea keragi yo'q. Qo'yaveringlar Cobaltni. Endi Honjini yomonlamoqchi emasman. Endi Honjini ko'rinishi bor, chiroyli katta mashina-yu. O'zim ham Honji minib yuribman-ku. Endi menga hozir mana shuni minardim. Shoshilib qo'yibman debdi. Mayli qilsa yo'q. Ushbu mashinani faqatgina menga yoqdi, yomon tomonini ko'rmadim. BYDligi bu birinchi o'rinda bo'lsa, men o'zim uni texnologiyasini, narxini arzonligi va minib ko'rganimdan keyin prosta tan berdim. Elektromobili bor akalarimizga bitta zo'r taklifimiz bor. Elektromobil olgan paytlarida bilasizlar, mana bunaqangi 7 kilovatlik zaryadnikni podarka qilib berishadi. Bu 7 kilovatlik zaryadnik mashinaga o'rnatganlaringda, uyga o'rnatganlaringda xarajat qilasizlar, alohida shotchi tushirasizlar, bersa 6 kilovatdan zaryad beradi o'rtacha. Mana bu tepasida turgan nima? 3,5 kilovatlik zaryadnik. Bu ushbu 3,5 kilovatlik zaryadligimiz o'rnatishga ehtiyoji yo'q. Ya'ni oddiy uydagi tokka tiqib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Bu ham sekin zaryad qiladi. Buni farqi 3.1 gacha zaryad beradi. Ya'ni bu zaryadligimiz bu zaryadlikdan 2 barobar sekin zaryad qiladi. Ammo lekin sizlarning mashinalaring masalan Yuan app bo'lishi mumkin yoki kichikroq yoki faqat shaharga minishlik ham mumkin. Masalan deylik, mana bu 45 kilovatlik mashinamiz 300 kilometr yursa ham sizlar bir kunda 100 kilometr masofa bosib, 200 kilometr masofa bosib o'tsalaring, zaryadda bir 70-65% ni ishlatasizlar. Ya'ni 30% qoladimi? Bu degani 15 kilovat batareya qoldi degani. Qolgan 30 kilovatni to'ldirish uchun 3 kilovatdan zaryad bergan taqdirda ham 10 soatda to'ladi. Ya'ni shaharda minuvchi akalarimiz uchun, har kuni ko'p minmaydigan akalarimiz uchun mana bu qimmatga usta olib kelib o'rnatib o'tirmaysizlarda, mana buni olib kelasizlar uyga, hech qanaqa xarajat qilmasdan tokka tiqib zaryad qilishinglar mumkin. Ya'ni 3 kilovatdan bersa 10 soat zaryad qilsa, keyingi kun yana 200 kilometr yurish imkoniyatinglar bo'ladi. Agar shunaqangi zaryadchilar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol pastki raqamdagi telefon qiling, buyurtma qoldirishingiz mumkin. Butun O'zbekistonga jo'natib berish xizmatimiz ham bor. Mana aziz yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha BYD Yuan appni tanishtirishga harakat qildim. Albatta kamchiliklarimiz bor.
qanaqadir kamchilik qilgan bo'lsak, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolarda qanaqangi nimalarga e'tibor berishimiz kerak va qanaqangi moshlarda video olishimizni tavsiya berasizlar, ularni ham fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Albatta men kommentariyni o'qiyman. Agar mana shunaqangi moshlarni Xitoydan olib kelib berishimizni istasangiz, pastki raqamlarga telefon qilinglar va buyurtma berishingiz mumkin. Arzon va sifatli qilib olib kelib beramiz. Undan tashqari, mana shunga o'xshash foydali, qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun mashina olamidagi, elektromobillar olamidagi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun albatta kanalimga a'zo bo'linglar va videoga bitta like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.